Sotuvga Mirzo Ulug'bekdan puliga arziydigan zo'r hovlimiz chiqyapti. Oldini ko'ryapsan, kattaligini. Cho'tki naves qo'yilgan ikkita hovli, bittasi chap tomondagi sotildi. O'sha odamlar yashayapti. Kattagina zeleniy zona. Darvozalarimiz juda qimmatlari qilingan ekan, haqiqatan ham. Kadetga eshiging balandligini qaraydi. 3 metrdan oshiq chiqadi. Bu birinchi oldi hovlimiz hisoblanadi. Fasad ko'rinishi. Oppoqqina qilingan, полностью neoklassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Chap qo'limizda kattagina garajimiz. Katta mashina bemalol sig'adi. Unumli foydalanilgan. Mana полностью zeleniy zona qilingan. Bu yoqda ham, и также bu yoqda ham. Podolni tushib chiqadigan bu birinchi zinamiz. Tak, uy ichini ko'ramiz. Orqada ham yana bitta chiroyli hovlimiz bor. Asosiy hovli orqada bo'pti o'zi. Kirganimizda kattagina hol, mягкий zona qilib qo'yilgan. To'rtta встроенный shkafi bor. Tak, bu yerda mana ajoyib shkaflar yasab ketilgan. Lyustra chap qo'limizda ikki tabaqali eshikdan kirib borar ekanmiz. Kattagina zal kutib oladi bizani. Marhamat. Remontiga necha baho? Mana shu uy hozirgi kunda aytganimdek puliga rostlagasam arziydigan hovli hisoblanadi. Chunki yerini o'zi 250 ming oshiq chiqadi. Qurilishiga 230 mingga yaqin pul ketadi. Tak. Mehmonlar uchun alohida hojatxona installatsiyali rakvinalari. Iloji boricha detalni ko'rsatishga harakat qilaman. To'g'rida bo'lsa oshxonamizda. Oshxonamizdan qaraydi go'zalligini. Ovqatlanadigan zona, panoramli oyna, полностью suriladigan. Tak. Mebellarimiz, stolichniklari, pechka, mikrovolnovka, kattagina toshli stolichniklarimiz hammasi cho'tki qilingan. Xo'p, hovlimizni takoy qisqa ko'rsataman. Orqaga tapishga yo'q ekan. Yozgi oshxona, hojatxona, navesdagida tapchan qo'yish uchun joy. Podvolga tushib chiqadigan yana bitta alohida zinamiz bor. Bu uyimizgacha podvolga 3 ta joydan tushib chiqsa bo'lar ekan. Ajoyib qilingan ekan. Issiqni kontrol qiladigan termodatchiklarimiz bor. Tak, keyingi xonamiz marhamat, spalnya bo'pti. Spalnyamiz ham noodatiy qilingan. Takoy zo'r. Rasa yoqdi o'zimga, to'g'risi har bitta xonada panoramli oyna qilingan. Конечно, безопасный qilingan hammasi. Eshikdan kirganda o'ng qo'lli katta встроенный shkaf, потолокgacha qilingan. Tak, yonginasida sam uzulimiz. Tak, installatsiyali tafillari ham ajoyib chiqarilgan. Endi podvolga tushamiz. Hop, zinadan podvolga tushganimizda o'ng qo'ldan boshlaymiz. Tak, bu yoqda basseyn. Razmerlari yaxshi, oynalari bor, havo tortadiganlari bor. Bu yoqda tak dushovoy bilan tualeti ham bor. Ko'rsatib o'tirmayman bu yoqni. Bu yoqda mana finskaya sauna. Bunaqa uy hali ko'rmaganman to'g'risi. Podvolichi необычный ekan, qaraydi. Hamtuni ochasizlar, qarasanglar, bu yoqda mana kirib turibdi. Oldi hovlidan tushadigan koridorimiz, zinamiz ya'ni. Bu yoqda yana bitta orqa hovlidan tushadigan koridorimiz. Chiroqlarning yoqishdan chiqdi. Tak. Bu yoqdan chiqqanimizda to'g'rida yana bitta xonamiz. Oynalari ham bor, xuddi shunaqa havo aylanishiga. Bu yoqni bemalol garderobni qilib yasab qo'yilsa bo'ladi. Cho'tki qilib, o'ng qo'limizda o'tganimizda birinchi eshigimizda shit. Wi-Fi kamera simlari hammasi chetga tushirilgan. Tak, bu yoqda bo'lsa kotelni xonamiz, uyimizning yuragi. Tak, teplый pol, filtr, nasos, boiler, kotel hammasi taxlangan chiroyli qilib. Tak, ko'rib turganlar hammasi zo'r. Koreyskiy, mana adashmasam italyanskiy baksiga o'xshayapti. Rashbaklari hammasi idealniy xudo xolisa. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda zinasini qaraydi. Ajoyib chiqqan oynalari, lyustralari chiqqanda o'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'lda sam uzun общий ranglari ham takoy qilingan. Tak. Yonginasida детский spalnyamiz bor. Bu yerda ham panoramli oyna. Panoramli oyna bo'lganda yarmigacha ochiladi. Bo'ylari ham moslab qo'yilgan. Keyingi xonamiz ko'proq qiz bolalarga mo'ljallangan ham bo'ladi. Nijniy rang tanlangan ekan. Ikkitalab oynasi bor, o'zining ichida sam uzuli ham bor. Dushovoy kabina qilingan. To'g'rida ham xuddi shunaqa bitta katta xonamiz. Tak. Ikkita oyna, balkoni ham bor etgancha.
O'zining ichida sanusiga ham bor. Endi tak, ikkinchi qavat uchun bu yerga kir mashina qo'yishga mo'ljallangan. Ikkinchi qavatda o'zi shetda o'zi bemalol quritib, anaqa qilsa ham bo'ladi. Podvolga qo'yib o'tirilmaydi o'shanda. Oxirgi xonamizda детский spalnya. Rahmat. Hammasi cho'tki qilingan. Hop, bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Sentrum Nacharskiga joylashgan. Ikkita qurilgan, bittasi sotildi. Hop. Bu oxirgisi $550,000 narxi. Telefon qilinglar. Hozir kunda aytganimdek, narxiga arziydigan uy mana shu. Like bosishingizdan chiqmasin, salomat bo'linglar.